Assalomu alaykum azizlar, kuzatuvchilari. Mana bugun yana yagomiz tasarruqlarni boshlab oldik. Katta Adyonda, xudo xolasa, Parkent, Piskent tumanlariga uzumchilik bo'yicha yo'nalishda shug'ullanayotgan dehqonlarimizga yagomizlarni yetkazib bermoqdamiz. Mana hozir yagomizlarni ko'rishingiz mumkin. Mana bu dravika ishlash jarayoni. Bu bizning namlikni, mana yagomizning namligini me'yori keltirib beradi hamda asfalt chiqishini kamroq oldini oladi. Mana juda sifatli yagomizlarimiz. Hozir bu 0,5 setkadan o'tyapti. Joylarni ham kengaytirib boryapmiz. Xudo xolasa 2-3 kunda mana shu joylar hammasi yana olingan joylardan yangi reaktorlar hosil bo'ladi. Hamma joyga g'om to'kamiz. Bugun mana Troyskiga yagomizlarni zakaz qilyapti. O'shanga xonadonlarga yetkazib bermoqdamiz. O'zlari gul bilan shug'ullanadi. 1 tonna 100 ga yaqin yagomizlarimiz bor.